ko'rsating, nimaga elektromobil yo'q, nimaga bironta elektromobil yo'q. Guanzhouda kecha naborot benzinli mashina topish muammo deb video qo'ydi. Qani ular? Birinchi o'chirdi samolyotda necha soat uchib keldi? 3 soat. Hop. Samolyotda qo'ngandan keyin bo'tga 2,5 soat mashinada keldi. O'shanga bu endi qishloqdamiz. Hozir balon ishlab chiqaradigan, faqat balon ishlab chiqaradigan qishloqchadamiz. Qishloqda bo'lganimiz uchun ko'rib turibsiz, mashinalar ham zamonaviy mashinani o'zi yo'q, ko'rib turibsiz. Hammasi mana deydi. Sizlarga bitta narsani aytib o'taman. Elektromobillarda anaqa yashil nomer bo'ladi. Kecha aytganimdek videoyimda benzinli avtomobillarda ko'k nomer bo'ladi. Endi o'zingiz ko'rib turibsiz, kichkinagina qishloqdamiz. Qishloq bo'lgani uchun elektromobil kam ekanda, okey? Qarang, elektromobil bo'lsa ham keyka shu shaharchani ichida yurish uchun yetarli. Bir kishi yursa yetadi. Bundan ortiqda kerak emas. Zato hamma mashinaning baloni yengil. Endi balon zavodda turibmiz-ku. Shunaqa gaplar. Ko'rdinglar do'stlar? Elektromobil shaharda juda ham ko'p, ya'ni Guanzhou, Shanxay rivojlangan shaharlarda juda ham ko'p, lekin sal chetroq shaharlarda, ya'ni kichkina shaharlarda, rivojlanish unaqa kuchli bo'lmagan shaharlarda ko'rganingizdek benzin demak ko'p. Rivojlanish kerak o'shaning uchun. Rivojlanib elektromobil olish kerak deb o'ylayman. Meni fikrim, o'zingizlar bilasizlar. Lekin bor elektromobil ham yo'q emas.